Navbatdagi operatsion kunimiz, navbatdagi bemorimiz Asilbek, 2014-yil. Hozir so'raymiz nima bezovta qilishini. Asilbek nima bezovta qiladi? Shu anginasida. Tez angina bo'ladi. Necha marta bo'ladi? Shu Bir yilda. Bir 2-3 oyda bir bo'ladi-da. Har 2-3 oyda bir bo'ladi. Yozda kunlar kam bo'lsa ham, qishda lekin muzday narsa ichadi. Oyoqlari, bo'g'imlari og'rimaydimi? Keyin tovonim ko'p og'riydi. Tovonim og'riydi. Yaxshi. Burundan nafas olish qanaqa? Keyin og'zidan qattiq hidi bor. Hidi bor, tikila yeringni hidi. Burundan nafas olish Burun qanaqa? yaxshi og'zini ochib yotmaydi. Og'iz ochib yotmaydi. Yaxshi. Bemorimizda surunkali tonzillit bor. Bemorimizda tonzilektomiya operatsiyasi mo'ljallanganmiz, ya'ni bodomcha bezini olib tashlaymiz. Bemorimizda eng yangicha usulda xudo xolasa kablator yordamida olib tashlaymiz bodomcha bezini. Bemorimiz tez angina bo'lardi. Hozir bodomcha bezini ko'rsatmoqchiman. Mana bodomcha bezi. Men bodomcha bezini bosib ko'ryapman. Mana yeringli probkalar bor. Og'izdan hid kelishining sababi mana shu yeringli probka. Bodomcha bezini olib tashlaymiz. Angina qachon olinishi mumkin? Olinmasa nima bo'ladi? Angina olinadi qachonki yilida 3-4 marta angina bo'lsa, yiringlab ketsa bodomcha bezi olinadi. Ikkinchisi boshqa a'zolarga ta'sir qilgan bo'lsa, ya'ni revmatizmga olib kelgan bo'lsa yoki bo'lmasa pielonefrit, glomerulonefritga olib kelgan bo'lsa, mitral klapning yetishmovchiligiga olib kelgan bo'lsa olinishi mumkin. Yoki bodomcha bezda yiringli probkalar yig'ilaverib, yuvdirsa ham foyda bermay qolsa, unda ham olib tashlanadi. Mana bodomcha bezini olib tashladik. Deyarli qonagani yo'q. Kablator yordamida hozir o'rnini ham ko'rsataman. Mana bodomcha bezini o'rnini ko'rsatmoqchiman. Mana olib tashlandi. Mana deyarli qonagani yo'q. Mana juda ham toza bo'ldi. Hozir o'rnini tikib qo'yamiz. Bu tikkan joyimiz iplari o'zi so'rilib ketadi. Mana operatsiyamiz tugadi. Bemorning bodomcha bezini ko'rsatmoqchiman. Mana tikib qo'yildi. Qonash yo'q. Juda ham yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa bemorimiz angina muammosidan butunlay qutuldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang.